Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Samarqand mashina bozori 5-yil 2026-yil. Bugun savdolar zo'r. Savdo juda yaxshi bo'lyapti. Menimcha bugun bizlarga videoga ham qo'ymasa kerak. Biz bugun Gentra Lacetti Cobus'larda olamiz bugun. Mana shundan boshlasam ekan. Biz ko'raylik chiqadi. Assalomu alaykum. Aka sizdan mashina? Assalomu alaykum. Sizdan aka mashina? Aka YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Yili necha aka bu? 23. 23? Ha. 2023 qora Gentra. Mexanik korobkada. Salom honatlari. Assalomu alaykum. Xo'sh. Buni yurgan Rais Avto degan 68 ming, 69 ming ekan pashda. Nimada Instagram, YouTube'da aka. Yurgani 69 ming ekan. 2023-yil mexanik korobkada. Bu akam konditsionerlar ishlaydi, yangi bo'ladi. Hozir. Aka buni nima ishi bu? Motor hado hammasi yaxshi. Konditsionerlar ishlaydi, kraska qanday? Konditsioner freon qolmagan ishlaydi. Konditsioner freon solish kerak aka. Yaxlatmaydi-da, shu hozir. Ya freon solsa ishlaydi. Freon solsa ishlaydi. Ha, bo'ldi. Hozir ishlaydi, faqat yaxlatmaydi. Tushundim. Balonlari yaxshi ekan. Balon holati yaxshi turibdi. Propan gazi bor. Propanmi? Propan bo'lsa yaxshi ekan. 4 ta yangi balon. Kraska qanday? Kraska ham tozami? Kraska aka grill bilan eshik rodnoy almashgan. Bu taraf ham, shofa taraf. Shopa taraf, ha, shopa taraf. Grill bilan eshik almashgan. Grill bilan eshik alishgan ekan bu. Mana shu taraf alishgan ekan. Lekin bilinmaydi. Tak sezilmaydi. Mana ko'rinishi. Qancha deyapsiz aka buni? 500 ha? Qancha? 10500. Xo'p, qimmat emasmi? Qancha bo'ladi? 9.5 bo'ladimi? 9.5 bo'ladi. Ha, qancha ko'ngil qanchalik qilyapti? Cho'l poyiklar yaxshi ekan, yangiliklarga. Kapotlarni ham ko'rsataymi o'shada? Mayli, agar bo'lsa, ko'raylik. Bu paketlarga Ha. kecha bugun birinchi marta bozor chiqdim. Samoyga qildim mashina. Mashina o'zi qayerdan yuvmaganingiz yaxshi. Tez motorga ehtiyojim qolishi mumkin. Mana ush propan deysiz, 4-paketmi? Propan konditsionerlar bor, freon solish kerak edi. Mashina 2023. Xo'sh. Xo'p, qancha deysiz aka bo'lishini? Og'irlikka nimaga? Tabletgachami? Zapaslari ham yaxshi, mana tabletga balonchalar. Chirigan joyi yo'q. Chirigan joylar yo'q, hammasi zakkonni holatda. Mashina yangi, serilgan, chiroyli. Qancha aka ko'ngil ayting endi o'zingiz? 9.5 ko'ngil. Kelishgan joyi bor aka. 9.5 lekin yaxshi narx aka. Dastlasa tushiraman mashina narxini menlari. Shuning uchun hozir yomon emas lekin. 10 ming bo'lsa beraman aka bular joyi. 9700 so'ng aka bo'lishini narxga. Narxga bo'lsa 10 mingdan yana savdosi bor, lekin 10 ming. 10 mingdan savdosi bo'ladi, ha? Ha. Nomer aytingchi aka. 93 93lik 317 317 44 44 06. Qayerda mashina aka? Pastarg'om Juma. Pastarg'om Juma. Hujjatlarda mana generalni ham beraverasiz. Generalni beraman. Mayli aka, rahmat. Pastarg'om Jumani mashina ekan. Mana hujjatlarda ma'lum bo'lmaydi deyapti aka. 2023-yil mexanik korobka, mana so'raganlar uchun. Xo'sh aka, endi ketamiz. Mana tarafga boraveraylik chiqani. Chiqqan Lacetti Gentra Cobus'lar olaveramiz. Bugun Gentradan tushgan edi. Bu aka dam olyapti ekan. Ketdik, bironta bir egasi bormi-kan bu atroflarda? Lacetti hamma taraf Lacetti. Mana Gentraning egasi. Egasi ham yo'q. Mashina kimniki bilmaydi. Metan to'g'ri konditsioner yo'q ekan, menimcha. Yo'q, konditsioner yo'q ekan buni. Sizdanmi aka mashina? Assalomu alaykum. YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi aka? Yo'q. Qo'yganmi? Yo'q. Qo'yaveraymi? Yili necha aka? Faqat bunday tushunsangiz biladi. Nima bo'ldi bunga? 16. 16. Konditsioner yo'q, ha? Yo'q. Anada bu. Ramon. Expert. Ha. Mana 2016-yil oq Gentra. Konditsioner yo'q ekan, lekin motor hadoylarda shu yo'q aka. Korobka.
ichki holati chiqol poliklar tashlangan. Yurgani 61 ming. 16. Xo'sh. Yurgani 61 ming, 62 ming desam bo'lar ekan. Mana salon holati 2016 61 ming. Chiqib holati mana lekin yetdik shubhali. 61 ming yurishini bilmadim-da bu. Mashin Ravon ekan, eksport variant. Hozir. Bitta shuni qo'y. Qayerda mana shunda? Propan metan aka? 4-metan bo'lgan, 4-pokoleniya. Kraska yo'qdan, hamma narsa zapaskalar bu. Balonlar ham yangi ekan aka. Balonlar yangi. Kraska yo'q, umuman yo'q, kraska chiqardi. Kraska ham tomonda bo'lmi? Shu tarafdami? Mana shu ikki mana shu burchakda mana shu yerda bu kraskasi. Bunday ketgan ekan. Xo'p, qancha deyapsiz aka buni endi narxini? Buni 6 bo'lsa berib yuboramiz. 6 dan sotishing. Yili 16. Narxi biror nima o'tamiz. 5600 lar bo'ladimi aka? 5600, 200, 5700 qiladigan bo'lsa. Qara, yo'qmi? So'rasam. 5700. 5800 oxir. 700. Naqdga aka 5700 sa. Bravo, naqd bilan 5700 naqdga. Nomer ayting aka. 94lik. 94lik 065 065 1583. 1583. Raqamga aloqa chiqarasiz. Aka hujjatlarda nima bo'lmaydi? Yo'q. Generalni ham chiqaradi. Yo'q. Mayli aka, rahmat. 2016. Gentram nomerini ko'rsatmang dedi. Shu uchun nomerini ololmayman. Mana bu taraflardan ham aylantirib ko'rsataylik. Xo'sh akalar, yana davom etamiz. To'g'risini telefon soat olmasak, bari issiq yozdi kuni o'zi telefon mayli odam o'zi ham qizib ketyapti, miya qizib ketyapti. Mana shuni so'rab ko'ramiz. Yana davom. Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? 20 necha? 20? Akalar 2020 mana oq Gentra avtomat korobka ekan. Konditsionerlar bor, propan gaz. Gaz propan ekan. Xo'sh, balonlari. Bu taraf ikkita yangi. Ikkita yangi, 4 ta yangi balon akalar. Mana balon holati mana shunda. 4 talasi ham xuddi shu holatda. Saloniga kelsak, chiqol qo'liklar bor. Yurgani qancha ekan? 73 ta. 73 ta. 73 ming yurgani. Avtomat korobka. Aka, kraskalari qanday? Kraska top-toza. Kraska toza, motor hadoy. Chetga Korobkalar ham shumka, punka mana narsasi bor. Tepalar ham shumka qilingan. Amerikanka Optra. Amerikan kopteroni eshitganlar, mana bu yo'qlari ham ishlaydi. Xo'sh, akalar, kuzatamiz. Tabrikgachami deyman bu. Ha, propanida bu ham mana propan balon. Kraskalar toza, hamma joyi toza, shumka qilingan. Shumka qilingan dedi, tanoqlar bor. Orqada hozir savdosini qilamiz. Aka, qancha deyapsiz buni? Buni 10 ming uchun savdosi bor. Qancha savdosi? Alpashkaga beramiz. Generaldan mensam chiqadi. Hujjat bo'laveradi, farqi bor. Boy dokument farqi. Sal arzonroq qilsak-mi aka? O'zi pulda turibdi-da, bu tirikchilikda ham mashimiz, bu sotilib olinganda bu mashin. O'sha pulga. Uyga almashganmiz-da. Kelsa shu narxiga bilan o'tib beramiz endi. 10 mingdan o'tib berasiz-da, nasib bo'lsa, chiroyli qilib o'tib berasiz-da. Xo'sh, nomer ayting aka. 93lik 349 349 20 10. 20 10. Aka, bir variantdan pul bera olasizmi, faqat naqdmi? Bir oygacha qarab tura olamiz. Bir oyga. Mayli aka, rahmat. Rais tanida YouTube'da. Rais Avto. Rais Avto. Rais pastki chiziqcha auto yozasiz. Instagram'im bormi? Instagram bor ha. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Samarqand mashina bozoridan videolarni ham yakunlab keldik. Endi inshaalloh aktivniy payinglatasiz degan umiddaman. Sizlardan bitta iltimos like va obunani bosib qo'yamiz va opsiyaniyada Instagram qoldiraman. Iloji bo'lsa Instagramga ham o'tib obuna bo'lasiz degan umiddaman. Rahmat e'tibor uchun. Akalar, endi to'g'risini bu videoni o'zi bitta obunachi yig'ib oldim. Mana akamiz obuna qo'yamiz dedi. Yana Gentralar ko'ramiz. Mana shu Gentrani ko'raylik chiqqani. Aka, assalomu alaykum. Boshingizdan YouTube'ga chiqarsa bo'ladimi? Xo'p, yili necha aka shunday? 20 nech pul deyapsiz? 10 ming.
Mayli, rahmat. 2020 10 ming so'rayapti ekan. YouTube'ga chiqargan qo'yilmadi akamiz. Nexia olamiz bitta. Nexia yo'q, mana shu Centra'ni olaylik. Centra'dan keyin Nexia olamiz. Yo'q, Lacetti olamiz mana buni. Olamiz, so'rab ko'ramiz. Yo'q, savdo bo'lyapti ekan. Savdosiga xalaqit bermaydi. Savdo emas, hech o'zlari gaplashib turibdi. Mana shu Lacetti'ni bir so'rab ko'ramiz. Akam savdo bo'lib qoladi. Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi aka? Kimdan? Ha, bo'ldi. Aka, assalomu alaykum. Mashina sizlarmi aka? YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi aka? Yili nechi? 11. 11. Xo'sh, akalar 2011-yil Lacetti 8 motorda, metan gazda. Konditsionerlar ishlaydi aka? Suriyoni yo'q. Puli nech pul buni? 5800 kam. Mexanik korobka. Salonni ko'ramiz. Oq ranglar, lastiga oq rang chiroyli baribir. Mana shu yerda lavoyda chiqib bor ekan. Salonlar chiqib qo'yib qilingan. Qo'yiklar qimmatlar yasalgan ekan. Xo'sh, yurgani 207 ming yurgan ekan. Mexanik korobka mana. Balon metan baylab qo'ygan ekan. Voy. Zapas balonlari, chirgan joylari yo'q. Metan balon. Mana buni ko'ramiz. Voy. Mana. Hammasi yaxshi holatda tarafarlar. Hozir endi bayog'ini ishini so'raymiz. Balonlari o'rta holatda ekan baloni. Yaxshi. Aka, buni qanday kraska? Kraska olib kirilo, kalingalar bor. Onda kirelada. Shu yerda ham pitnacha bor ekan, eshikda ham. O kraska emas. Yo'q, pitnachada salgina nima bor ekan. Xo'p, motor hadovoy korobkalardan ishi yo'q aka. Yo'q, yo'q. Bitta freon solish kerak konditsionerga. Keyin kraska shu bitta kirelo bilan bunlarda. Qancha deyapsiz? 5800 kam bor. Nech pulingiz bo'lishini aka? 5,5 bor. 5,5 sal qimmatmas qilgan. 5200 larga ko'raylik aka. Bo'lishi 5,5. Nomer ayting aka. 99 lik 144 94 77. Qayerda mashina aka? Katta Qo'rg'on. Hujjatlardan bo'lmadan generalni ham chiqaradi. Mayli aka, rahmat. 5,5 mingga mana 2011 Lacetti. 5,5 ming lekin katta qimmatga o'xshaydi. Avtomat korobka beradi hozir 2011lar 12lardan 5,5 ga. X2 ham topganmiz. X2 legenda deydi-ku, bequrbi. To'g'ri. Metan gaz, konditsionerlar. Ko'rmayapman, konditsioner yo'qmi? Konditsioner yo'q o'xshayapti. Hozir egasi chiqsin, endi bir ko'raylik. Ha, buni yili nechi? Yili 2009 ekan. Uka, mashinani ham YouTube'ga qo'ysang bo'ladimi? 2009 konditsioner yo'q, ha buni? Konditsioner 2009-yil 1.5 ha bu. 1.5 motor, metan gazda, metan. Safaylik. Mana shu holati. 4 ta yangi balon. Hozir salon holatini ko'ramiz. Mana bu men. Xo'p, bu Malibu'mi? Malibu'nikimi bu nimaniki? Bu Malibu bo'lishi kerak, o. Iya, signal bu tarafdami? O. Ajoyib to'g'ri. Nexia ekan, mexanik monitor qo'yilgan. Yurgani qancha buni? 4 kuruk. 403 ming. 403 ming ekan yurgani. Ishqoli yaxshi holatda ekan ishqoli. Sidinalar bitta. Ko'ramiz. Buni oldiga to'g'ri bo'lsa bo'ladi. Nech ming deyapsiz buni? 3600. 2009 yil 300 metan gaz. Kraskasi qanday? Kraskasi Krilo bilan kapotda bor. Mana shu tarafdan Krilo kapot. 3600 katta qimmat emasmi? Nech pulsiz bo'lishi? Bu 3,5 Yo'q, 3,5 qimmatda. 3000 desangiz bo'ladi. O'sha 2009 konditsioner yo'q. 3,5 bo'lishi. 3000 bo'lsa, 3000 yomon emas lekin. Hozir. Endi sizga
Charlie qimmatli qiladi bunga. Har 3200 lar ham bo'lmaydi. Kattaroq odam yo'qmi? Qancha qildi? 3200 qildi. Shunga beraveringizlar. Nomer aytingchi. Faqat kattaroq odam nomerini ayting-da. Kim nechi? 99lik 213 75 55. Qayerda mashina bu? Navoiy. Hujjatlari qanday bo'ladi? Mo'min bo'lmaydimi? Generaldan chiqib qoladi-da. Buni hujjatlarda mo'min bo'lmaydi. Nexia 2 3,5 ming deyapti. Ya'ni kelishasiz, telefon qilib Nexia 3 ni ko'ramizmi? Toshkent. Nexia 3 metan 4-pokoleniya konditsionerlar bor. Full varianti mana. Lux konditsioner deydimi? Mana bu trekking RS qilingan ekan. Chiroyli ko'rinadi Nexia'ga. Aka YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Yili necha aka? 19. Bismillah. Lastik rol qilingan ekan. Yurganini hozir kaliti yo'q ekan. Mexanik korobka chol polni qilingan Nexia 3 mana o'ng holat to'rishlari mabluqda tabloyim o'rniga ko'rsatib turadi tezlikda mana shu. Lekin birinchi betib qo'yibdi. Nexia 3 ga endi. Chiqonlar lekin yangi ekan. Polliklari ham zo'r holatda ekan. Aka buni yurgani qancha? Monitor ham 188 ming ekan yurgani. Konditsionerlar ishlaydi aka? 4 ta yangi yo'q, balonlar o'rta holat ekanda, yangi emas ekan. Metan bu aka? Nechtalik? 90 talik. Yilin 19 dedingiz a? 2019. Mana akalar balonlar o'rta holatda. Aka tonirovka ruxsatnomasi bormi? Qancha vaqtga? 4 oy. Motor, hadoy, korobkalarda shu bo'lmaydi. Yo'q, kraskalarchi. Ikkita pitno bor sepilgan. Pitno? Nech pul deyapsiz aka? 6,5. 6,5. Bo'lishi nech pul deysiz aka? Ular degan 150 beramiz. Yo'q, 6350 mi? 6000 galik qo'yaylik naqdga. 6200 qo'yaylik bo'lsa. 6200 har bir bor hozir. Ikkita gruppa o'tdi. 6250 qilaylik. 6250. 2019 nomer ayting aka. 88lik 884 1975. Aka hujjatlarni nima bo'lmaydi, generaldan chiqadi. Nasiya savdoligi qarab qanchaga qarab tura olasiz? Nasiya endi 15000 ming qarab olamiz. 15000 mingga qarab. Salonni mashina shunga. Ha, o'zlar yangi olyapti. Bu o'zingizning mashinangizmi? Aka. Lekin mashina chiroyli zo'r holatda ekanda. Mana yana bir marta ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Sizlar uchun maxsus mana har xil biza lastik Intercobalt devdik, lekin chiqqan mashina oldiramiz. Moskva esa Moskvadan olib kelamiz endi. Qizig'i yo'q. Bu bozorda salon bo'lsa ekan, buni saydab o'tirsa. Mashinani ko'raylik chiqqani. Buni egasi. Aka, bu sizlardanmi? Egasi shida dedi, egasi lekin shida emas ekan. Shida degani shida emas ekan. Shida demagan shida bo'larmi ekan? Sochimni oldirishim kerak ekan. O'sib ketibdi. Hammayli. Akalar, obuna bilan like bosib qo'yinglar, iltimos endi. Obunani ko'paytiraylik. Aktiv yaxshi, xudoga shukr. Aktivimiz yaxshi, lekin like bilan obunani sal kam bo'lib qolyapti-da, akalar. 10% odam bosyapti, adashmasam. 10% yo'q, 10% emas, 1% odam bosyapti ekan. Ko'raylik chiqani. Zo'r aka, assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yili necha aka shunday? Nech pul deyapsiz aka? 8800 18 deysizmi? 19 ha? Mana aka, rahmat. YouTube'ga qo'ymaymiz aka. 2019 8800 so'rayapti ekan. Konditsionerlar va metan gaz buni qo'ymadi. Cobalt, Cobalt ko'rmadik bugun. Bitta Cobalt ko'raylik. Aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Yo'q, aka, YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi aka? Shuni yili necha aka shunday? Hay. Yo'q, bezagan ekan. Onyx. Bu ham sizdanmi aka? Jami sizdanmi o'sha?
So'rayapsizlarmi aka bu? Aka YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Gaplashish kerak. Hozir savdo qilyapti ekan. YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi buni? Bo'lmaydimi? Yili necha aka? 23, nech bilyapsiz? 11,5 avtomat korobka. 2023 11,5 so'rayapti ekan. Propam ham metan ekan. Ya bo'ldi. Bu konditsioner. Qora jenter katta bo'lyapti. Mana shuni bir so'rab ko'raylik chiqani. Propan. 4-paketli propan ekan bu. Naqd pul bersangiz Savdo bo'lyapti. 12. Katta Qo'rg'onda mashina ekan. 230 12,800. Mana. Asta-asta narxini bilib olyapmiz. Ye, qulf ekan. O'sha qulf ekan. Avtomat korobka 12,800 narx kelyapmiz ekan. 2023 qimmatroq olmaymiz. Qimmat ekan, qimmat bu taraflar qimmatmi agar? Bu tarafdan olasizmi har kuni yoqdan? Mashina arzon edi yoqdan. Bak qimmat. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Yili necha aka? Sabah? Mayli. 2023. Konditsionerlar ishlaydi aka? Konditsioneri. Lux konditsioner 2023 metan gaz. Xo'sh, oq jentri. O'z salondan ko'ramiz. Balon holatlari yaxshi. Yangi balon ekan. Mexanik korobka. Bunday olsak, monitorlari bor. Yurgani 56,000. 56,000 ekan. Salon chiqol polik qilingan, chiqollari kojinni yarim bu. Mana bu terlamaydi, men yozgan terlaydi baribir. Xo'p, hammasi yaxshi. Aka kraskasi qanday bu? Toza kraska. Motor, hadovoy, korobka. Qancha deyapsiz aka? 10,500. Yangi hammasi. Olati lekin zo'r ekan. Qancha deysiz aka bo'lishini? O'nlarga bo'ladimi? Nomer ayting aka. 93lik 236 1045 ha. Qayerda mashinasi? Generalni uchib ko'radi. Ha, variantga Nasiya savdo. Nasiya savdo yo'q. Qancha qarab turasiz masalan? 15 kun pullik to'g'ri. 15 kun ha. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling aka. 10 mingga gaplashamiz dedi. Katta Qo'rg'ondami? 30 ga kirsam bu xotira bilan nima qilaman bilmayman. Mana shu qobildan topib ko'raylik. Assalomu alaykum. Aka YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Sotib ketsa sizga yaxshi emasmi? Qaysi kanal u? Rais Avto degan. Yangi ochilgan kanal. Hali bir oy bo'lyapti. Yili necha aka? 24. 24 ha. 2024 oq Cobalt akalar. Xo'sh. Birinchi salonni ko'raylik, keyin yaqin kelishib olamiz. Qani 17,779 18,000 ga yaqin yurgan ekan. Avtomat korobka, monitor qo'yishsa, monitor qo'yishga tayyor mashina ekan mana akalar. Buni oldini qayerdan ochadi endi? Eng qizig'i, men buni bilmayman-ku. Mana shudan tortadi ekan. Ana zatto bilib oldim shu bahonada. Kabel qaydamaganda bizani bilmaysizlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'sh. Ochaverasizmi aka? Mana rostdan bildirib qo'ydim. Konditsioner ishlaydi aka? Ishlaydi. Hamma yo'q. Frionlar bormi? Motor hadovoy korobkada ishi yo'q aka? Yo'q, hech yerda. Kraskasi? Kraska topdi. Hozir nech bilyapsiz aka? 11,200. 11,200. Qanchaga berasiz aka? Bu ishini. 10,000 ga beraman. 10,800 ga. Nalechi bo'lsa. 10,500 ga qo'yaylik aka. Yo'q, 10,800 bo'lsa oxiriga taqilgan. Aka kattaga o'tib bering shundan. 10,500 bo'lsa bozorda boya free. Yo 10,800 dan sal o'tib bering aka. 10,700. Karalimizdan kelsa 100 o'tib beraman. 10,700 ha. Nomer ayting aka.
88lik 88lik 925 925 14 14 14 14. Qayerda mashina aka? Samarqand. Samarqand shahri. Hujjatlarda bo'lmaydi aka? Hammasi. Bo'ldi akalar 10 ming qancha? 700. Ha, 10 ming 700 akalar men nomini chiqsalar, Rais Avto deb chiqsalar 10 ming 700 ga beradi. Mashina lekin chiroyli holat 2024 babi yangi olishni lekin tavsiya beraman. 10 ming 700 bu zo'r narx. 2023 jentalarda 12 ming deb turibdi. Bu tarafda. Haligi mana tarafda ko'rdim. 2023 akalar bunaqa sassiyan emas lekin adashmasam u mexanik korobkamida shunday. Yo'q, u ham avtomatik, lekin sassiyansi bunaqa emas edi. Lekin mana buni holati zo'r ekan. Plastik olib ko'ramiz bu. Bu jentaning rangi qiziq ekan. Yo'q, plastik olmaymiz. Mana shuni bitta olamiz yana. Assalomu alaykum. Kimlar aka mashina? Bilmadim, bizlar sizlar aylantirib tursiz. Aka mashina sizdanmi? Egasi yo'q ekan. Aka assalomu alaykum. Bu sizdanmi? YouTube'ga chiqarsa bo'ladimi aka? Hay shular yili necha aka? Necha pul deyapsiz? 100 million 19 ha? Kraskasi yo'q, 100 million deyapti-ku, 2019 akalar. Metan gaz Lux konditsioner. Konditsioner ishlasa kerak, endi ham so'ramaymiz, YouTube'ga chiqarmaymiz dedi akamiz. Endi majburlash yo'q degandan keyin yo'q deymiz bizlar ham. Mana unga lekin ko'ray dedim. Navoiyniki ekan. Egasi yo'q ekan. Mana shunisini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka mashina sizdan? YouTube'ga chiqarsa bo'ladimi aka? Nimaga chiqdi? YouTube. Mayli. Necha yil aka? 14. 14. 2014-yil oq Gentra. Bu nomeri ham bir boshqa olam-ku nomeri. Balonlari yangi katta bo'llar. Lyuklari bor ekan. Balonlari yangi Malibu qilingan salon holat avtomat korobka 2014. Tablo bu buncha 164 ming. Buncha narsani qayerdan oladi bu odamlar? Chixol polik, chixol o'ziniki polik, arzon polik tashlangan. Konditsionerlar ishlayotgan, o'zi qo'shganini o'zi billaringiz, vurilib ketdi. Ana suv ichkim kelib ketdi meni. Xo'sh, havo issiq. Akalar, buni o'qib qo'yinglar, bu havo issiqda o'zi bo'lmayapti, teriladi odam. Mehnat deydi. 4-pokoleniya ekan. Ikkita bu taraf balon yangi, hozir bu tarafni ham ko'ramiz. Tiniq balonlari, bu nima ekan? Balonlarga yopishgan o'zi ham. Metan 100 talik bu. Balon yangi ekan, to'rtalasi ham yaxshi. Shumka. Aka, bu shumka bo'lganmi? Aylo. Shumka qilingan-a? Tepalari ham qilingan. Ishlamal, alo. Aylanasiga shumka qilingan ekan. Ha, zo'r. Qanday so'rayapsiz? Hozir bitta shunday uzamiz, akamiz telefon bilan gaplashib olsin. Chiq bo'ladi hozir qaranglar. Ana chiq bo'ldi. Alloh bir sekundga ekan. Aka nomer aytasizmi? 91. To'xtang, motor hadoy korobka ishi yo'qmi? Kraskalar toza. Kraska kapotkali, artiklar ketma, kalinkasi. Kraska bor. Necha foizlar bor примерно? 20-30%. Necha pul deysiz aka? Necha pul deysiz? 6800 so'rayapti. 6800. Qanchaga berasiz aka bo'lishini? 6000larga. Naqdga faqat. Shuni joyiga sanaydi. 6,5 ga beraman. 6,5 sal qimmat emasmi aka? Avtomatda bu baxshima shuncha. Ya avtomat yaxshi endi baribir. Bitta balon, yangi balon, hadolar zo'r, motor zo'r. Yana nima? 6,5 gattaga o'tib bering, 6,5 aka. Yaramaga. Yerimiga o'tamiz. Bo'ldi aka, nomer ayting. 91 537 537 5303 raqamiga aloqaga chiqarasiz. Hujjatlarda bo'lmaydi aka, generalni ham beraverasiz. Nasiyaga qancha vaqt qarab tura olasiz? Agar nasiyaga qarolmaymiz. faqat naqd, ha? Biron oy ham qarab turish. Faqat bank orqali ham qilib berishimiz mumkin. Pullar yetmasa agar. Bank orqali? Pullar yetmasa qilib beramiz. Pul yetmasa bank orqali qilsa ham bo'lar ekan. Xo'p, mayli aka, rahmat. Mayli aka, sog' bo'ling. Nima deysiz? Cobalt chiqaramiz yana bitta. Lekin akamiz yaxshi dam olyapti ekan, xalaq beramiz. Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Ha. Shart emasmi? Xo'p, shunday yili necha aka? Ha? 19 necha pul deyapsiz aka?
8,5. Mayli aka, rahmat. 2019 8,5 mexanik korobka, konditsionerlar bor buni ham. Mana isbot dalil. O'yla izla top degan versiyasi propan gaz ekan. Propanda ekan mashin. Mana ham mana shu propanmi? Beshinchi yil aka bu. Xo'sh, qayerlarga boramiz yana? Mana shahlardan boy obani klublarda. Men qayerlar oldim? Mana shu yerda Malibu ham olib ko'ramiz. Aka, sizdanmi mashin? Assalomu alaykum. YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi aka? Yili nechi? 13. 2013 bitta ochadimi aka? Iloji bo'lsa. 2013 Malibu metal mokray asfalt rang. Bu aka nechilik motori bu? 204 propanmi? Propan 4-paketini. Aka ishi bor motor hadovoy korobka. Konditsionerlari ham freonlar solinganmi aka? Kraskasi qanday? Kraskasi orqa eshigida bitma. Shofer tarafini o'tadi. Passajir taraf shu orqa eshigida. Pitnol deysiz aka. Pitnover 4 ta yangi balon qilingan, salonni bitta ko'rsataylik. Avtomat korobka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, bu yurgani qancha? 140 ming. 140 ming yurgani. Chol poliklar qilingan. Mashin chiroyli holatda. Elektronli signallar qilinadi. Xo'sh, bitta lyuklar. Lyuk ishlaydi aka? Lyuk ishlaydi. Elektronika aybi yo'q, umuman. Mashinada aybi yo'q. Faqat u tarafda pitno bor ekan faqat. 4 ta yangi balon tonirovka qilingan, oldida tonirovka yo'q. Hammasi ishlar. Nech pul deyapsiz aka buni? Bu bo'lishi. Bo'lishi 10,5. O'nlarga bo'lmadimi? Xo'p, nomer ayting aka. 97lik 393 4000. Qayerda mashina aka bu? Samarqand shahri. Hujjatlarda generalni ham chiqaradi. Katta nasib bo'lsa qancha qarab tura olasiz? 1-2 oy sabr qilamiz. 1-2 oy. Mayli aka, rahmat. Mana bu bir. Agar olishga mana bu lekin haqiqiy arziydi bu. Gentra. Mana bu va boshqa. Gentrami aka? Assalomu alaykum. YouTube'ga aka Rais Avto. Gentra 2016-yil. 2016 Gentra oq rangda. Kraskasi mana shu kapotda uchumi mana kirillada bu. Shofer tarafdan. Lyuks konditsionerlar ishlaydi aka, freonlari bor, Ha, polno. Motor hadovoy, korobka. Ha, xodimda mashina, motor hadovoy bor. Mana kala holati. Spice qilinmagan bu. Metan bu? Metan. 4-paketlikmi? Metan 4-paketlik. Samolyot. 90 talikmi bu, 100 talikmi bu? 90 talik. 90 talik ham. Zapaslari ham yangi ekan. Kraska bo'lmagan, chirigan joylar yo'q. Shumka qilinmagan, ha? Shumka qilinmagan yo'q. Bor, salon holati, avtomat korobka. Hamma turibdi. Sarapena joyi ham yo'qsa salonda. Yurgani qancha dedingiz aka? 212 ming yurgani. Zamon qo'shdi. Yo'q, bo'ldi. Ha. Ishlashlari вообще zo'r. Yaxshi ekan. Zavod bo'lishlari ham bittaga. Qarang, ular qildirganmiz. Sarapena joylari ham. Ha, mana bular lekin zo'r chiqdi mana bu. Salafon qilib qo'ydik, salafanni olib tashladik-da. Salafon baribir. Chexol poliklar bor mana aka salon. Parchalar qimmat, chexol taqib qo'yibmiz. Bu mana bu narsa lekin ikkinchi marta ko'ryapman bu narsani. Ha, komfortda. Bu liqibda kofechan qo'yib ketishga. Ikkita Ixchamda. komfortda taksichani ursa bo'ladi. Taksidan ham bitta ota-onani shuni orqaga o'tirgizib qo'yib aka bir tog'ga olib chiqishga bitta buni qadri boshqachada bu narsa. Nech pul deyapsiz aka buni? Buni 7800 kelishayotgan joyi bor, kelishtirib beramiz. Sotib olganimiz yo'q biz. Bu bo'lishini ayting-da, 7800 sal qimmat emasmi aka lekin? 7400 beramiz. 7400. Ha, nomer ayting-chi aka. 94 94 985 985 46 66. 46 66. Qayerda mashina aka bu? Samarqand. Shahar, Shahar, ha. Hujjatlarda hujjatda problema yo'q, o'zimiz nomimiz. bo'ldi aka. Hujjatda nomida general chiqdi. Mayli, bu ham o'tiribdi ana soyada. Bo'ldi. Bu ham nomida. Yili 2016.
2016 oq. Gentra 7400 deyapti. Agar Samarqand shahar hujjatlarida bo'lmaydi. Yana katta gaplashmoqchi edim, ha endi klient qoldi, yaxlarni ham band qilmay dedim. Salon lekin Malibu'da qilingan ekan muhtaram qo'rqa. Lekin Malibu boshqa. Bu boshqa narsa. Hamma obuna bilan like bosib qo'yinglar aka. Havo ham isib ketdi. Oftob ko'rsatmayapti, mana quyosh. Peshonada. Kobalt oldik ha. Mana shu kobaltni ham so'rab qo'yaylikcha. Shu kobalt propan gaz ekan. Mana bu propan. Pensionlar bor, yili olib so'raymiz. Aka, mashina sizlarmi bu? Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Yili necha aka shunday tarix bayrak? Necha bilyapsiz? 8200. 2019 8200 deyapti. Akamiz YouTube'ga chiqarmaymiz dedi. Tonirovka, круговой tonirovka qilingan mexanik korobkada ekan. Bu Malibu rul degan. U kuni Malibuda ham Malibu rul turuvdi bilsangiz, bundan bitta oldinga 126 ming yurgani. Mayli aka, rahmat. Nima deymiz? Iloji yo'q. Yo'q deyapti. Yo'q degandan keyin yo'q deymiz-da. Yo'q demasak yo'q demaymiz, yo'q desak yo'q demaymiz-ku. Ha, ishlab turgan. Sizdanmi aka bo'lsa? YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi aka? Shart emasmi? Yili necha aka? 18. 2018-yil Cobalt. Akalar. Qayerda edi? Ana. Metan gaz ishlayapti. Konditsionerlar bor. Konditsioner menimcha qo'shildi. Necha ekan? 18 ekan aka. Puli? Pulini bilmadim. Egasi yaxshi. Necha ming? 2,5. Bitta salonni ko'raylik. Konditsioner muzlatyapti konditsioneri. Aka ovozi eshitilayapti. Endi balandroq gapiramiz. Salginali bo'ladi, chig'ol poliklar bor. Yurgani qancha aka buni? 170 ming. Kraskasi qanday aka? Kraska oldi 10 tomon kirlar bilan, orqa 10 tomon kirlarni ochib pastda. Metan, propanmi? Metan ha? Metan 4-pokoleniya. Bitta ham. O'sha qilgan chirigan joy. Ochib ko'ringmi? Kraska qisilib qolgan ekan-da katta. Chirigan joylar yo'q, zapaskasi bor, hammasi yaxshi. Motor hadovoy korobkalarda shu yo'qmi? Konditsionerlar ishlaydi, hammasi yaxshi. Necha pul deyapsiz aka? 7,5. 7,5 bo'lish. O'tib beraman. 7,5 7talar bo'ladimi aka? Yo'q, 7 dan oshsa bo'ladi. 7 dan oshsa. Nomer ayting-chi. 99lik 99lik 449 449 9066. Qayerda mashina aka? Ishtixon. Hujjatlari qanday ular aka? Generalni ham chiqarammi? Yo'q, faqat oformitmi? Akada generalni ekan, faqat oformitga bo'lar ekan. Oformitga bo'lsa sal lekin tushib bersa ham bo'lasizda. Oformitga chunki ba'zi turmagan narx ketib qoladi-da. Shunisi ham unda generalni bo'lganda o chiroyli chiqasizda. Assalomu alaykum. Sizdan aka mashina? Men ishlab turibgan Metan konditsionerlar bor, konditsioner ishlayapti. Chog'i so'rab ko'radichi, krugovой tonirovka qilingan ekan. Assalomu alaykum. Aka YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Yo'q aka. Yili necha aka shunday sizlik mana? 20. Nima? Nech pul deyapsiz? 8. 8 ming. Mayli aka, rahmat. 2020 8 ming deyapti. Oq Gentra konditsionerlar ishlayapti. Lekin mexanik korobkada yaxshi narx. Narxi yaxshi, yana mana shuga keldi. Shu qatorga yana keldik akalar. Xo'sh, metan gaz konditsionerlar bor. Hammasi yaxshi. Akalar, obuna bilan like bosib qo'yinglar, keyin kommentariyaga yozaveringlar, nima qanaqa mashina chiqaryapti keyingi haftaga. Matiz, Moskva, Jiguli farqi yo'q. Yozaveringlar, chiqaraveramiz. Xizmatda bizlar. Aka, assalomu alaykum. Mashina sizlarmi aka? Yili necha? 19 2019 oq Gentra akalar. Balonlari mana shunisi charchagan ekan. Gatdak. Salon holat avtomat korobka. Mashina avtomat korobkada yurgani kaliti yo'q ekan. Aka, buni yurgani qancha?
Bir kurik ziyodroq yurgan ekan, 130 ming dedi. Endi bir kurik yurgan. Chiqol poliklar bor, polik mana bunaqa poliklardan qilingan. Va chiqol polikda doim odishamanda chiqol deb polik ko'rsataman, polik deb chiqol ko'rsataman. Ha, shikalar bor, mana bu yoqlari buni ham qilingan ekan. Lekin bunaqa narsa yopishib qolishi ham borda. Xo'p. Mana kala arqa holatda. Mana bu uchinchisini mana topdim oxiri. Yana bu hafta ikkita topdim. Qaysidir hafta topib bitta lastiga ko'rdim bu narsani. Buni qulay tarafi bor-ku, haqiqatan ota-onam mandarimda sayrga chiqqan vaqtda mana ikkita choy icham, kofeni qo'yib. Xullas shunaqa masala. Endi bu orzuda. Yuklari bor ekan. Orzuga ayb yo'q ekan. Bizning qishloqda orzu degan aka bor edi. Va odam demayib yo'q. Qani ko'ramiz. Bir nimalar shumkalar qilingan, zapaskalar bor. O'sha shumka qilingan ekan. Yo'q, qilmagan ekan. Aka shumka qilinmagan ha bu? Kraskasi qanday bunaqa? 20-30% kraskasi. Motor hadoy karokolarda? Yaxshi. Nech pul deyapti aka buni, bilmaysizmi? 7,5 ming bo'lsa beramiz. 7,5 ming? Bo'lishida. Sal tushib bera olmaysizlarmi? Shuni tushib beradi. 50? Ha. 7200 larga qilsizlar aka? Bermadi hozir. 300 gachi. 400 larga berib qoladi. 300 bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yarim pul bor. Ay, nomer ayting. 94lik 065 065 1583. 1583. Mayli aka, rahmat. 20-30% kraska 7,5 mingga qo'yib yuboring, lekin 7 ming 400-750 larga ham beraveradi, tushadi 7,5 mingdan. Bizni loq deb o'ylashadi bular deydi-ku. Olg'a armiya. Akalar, videomiz ham cho'zilib ketdi. Sizlardan obuna bilan like kutib qolaman. Faqatgina sizlardan kutiladigan narsa shu. Mana shundaygina bitta like-cha. Xo'p akalar, keyingi hafta ko'rishguncha mana bu yoqda janjal bo'lyapti. Janjal ko'rmaymiz bizlar. Keyingi hafta yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bilan obunani bosib, kommentariyaga yozib qo'yinglar.